Hürmetlik vatandaşlarım, leksimizin ahırkı bir leksimiz. Azatlık Armiya Generali Jo Chang-ho, Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping 5 mesele doğruluk söhbetleşidu dedi. Mavzulu haber 3. ayının 30. günü Dovitor beti ilan kılın. Haber mındak başlar. Beijing vaqt 3. ayının 30. günü. Jungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Lu Kang mundaq jakarladi. Jungoning Reis Xi Jinping 4. ayning 6. kunigacha 4. kunidan 6. kunigacha Finlandiyada davlat ishlar ziyoratida bo'lgandan keyin 6. kunidan 7. kunigacha Prezident Trumpning Florida shtatidagi xususiy klubida uchrashdi. Bu bir meydan köp taraf ümit qilib turgan Amerika Jungo davlat başlıqlarının uçuruşidigan kuni oxiri belgilendi deganlikdir. Bunun qarta Jungo armiyasining pensiyaga chiqqan general Jo Chang-ho muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping kam deganda 5 masala bo'yicha suhbatlashdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping söhbetining vazifasi intayin eg'er. Ala şerini. Dovi agentligi mundaq savol qo'ydi. 4. ayning 6. 7. kuni o'tkaziladigan Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping söhbeti intayin yuqori diqqat qo'zg'amoqda. Biroq Beijing olimlari bu söhbatga ancha qiziqmayotdi. Bir taraf söhbet baldırıp bulup ketdi deyilse, Amerika Jungo o'rtasidagi qurilma xarakterlik ziddiyatlar bir qatimliq söhbet orqali hal bo'lishi qiyin deyishyapti. Siz buni qanday qaraysiz? Jo Chang-ho birinchi qatim uchrashganda davlat boshliqlari yig'inining alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlayman deydi. Prezident Trump vazifa o'tashga boshlagandan keyin Jungo Amerika munosabati so'rkilish bosqichi turib keldi. So'rkilish bosqichining uzun qisqaligini belgilaydigan eng muhim omil ikki davlat rahbarlari bir qator masalalarda o'zaro yo'l qo'yib, Amerika Jungo munosabatini to'g'ri yo'lga elib chiqishdan iborat. Bu qatim Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning söhbetini konkretroq so'zlasak, bir qator masalalar muhokama qilindi. Avval Amerika Jungo munosabatini qandoq bekitish masalasi muhokama qilindi. Amerika tarafdan aytganda Jungoning taraqqiyoti qanday qarash kerak? Jungoning taraqqiyoti Amerikaning zo'magarligiga xiris elib kelamdi yo'q. Jungo cho'qim Amerikani Sharqi Osiyodan qo'g'lab chiqaramdi. Bu masala to'g'risida Amerikada aniq bir tunush bo'lishi lozim. Amerika mushundoq ko'z qarashda bo'ldigan bo'lsa, undaqda Amerika Jungo munosabati bir qator masalalarga duch keladi. Jungo tarafdan aytganda Amerikaning Jungoning atrofida elib berayotgan barliq faoliyatlari Jungoga qortligami yo'q. Jungoning bosh ko'tarishiga duch kelganmi yo'q. Harbiy kuch, harbiy besim orqali Jungoni o'zining taraqqiyot yo'li va nishonidan voz kechtiramdi yo'q degan masala. Jungo Amerika o'rtasida yangi tipli cho'ng davlat bilan munosabati qanday turg'iziladi? Mana birinchi bo'lib bu masala eg'iz qilindi ekan vatandoshlarim. Qur'on apandi diqqat. Birinchi masala Jungo Amerika o'rtasida yangi tipli cho'ng davlat bilan munosabatini qanday o'rnatishgan. Bu munosabat Jungo Amerika uchun Sharqi Osiyo hukumati butkul dunyo uchun intayin muhim. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping so'zlashadigan ikkinchi masala Chaoshan yadro qurollari masalasi. Amerika Jungo o'rtasida Chaoshan masalasi to'g'risida nurg'un ixtiloflar bor. Her qandaq bir taraf o'z oldiga harakat qiladigan bo'lsa, Chaoshan yerim oroli va butkul Sharqi Osiyo muqim bo'lmaydi.
Şuna Çavuşan meselesi doğrusu da iki devlet ortak tirişçilik görüşüş gerek. Üçüncü mesele, iki devlet ortasındaki savdo ticaret meselesi. Dördüncü mesele, Cenubi Jungo denizi meselesi. Beşinci mesele, aylanıp ötüp ketkili bolmaydigan Tayvan meselesi. Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamizde ahırlaştı. Biz söhbetten, iki devlet başlıkları oturup söhbetten birinci mesele, çoğun devletler oturup yeniçi münasibetle kandak orun tutuş meselesi iken, bu çoğun devletler oturup yeniçi münasibetle orun tutuşu Jungo canı can menfaatini itiraf kılışını talep kılıdıken, Jungo'nun canı can menfaati Şangang meselesi, Tayvan meselesi, Şinjan meselesi, Uyguristan meselesi, Tibet meselesi kelligini Junguluklar özleri kanç kıtım tekrarlap geldi, sözlep geldi. Şunundan qaraganda, bugün Jo Chun-ho'nun sözüden qaraganda mesele müşahedeyken biz en ahırda General Jo Chun-ho'ga sual koyaylı ki, efendim, General efendim, bu katım sohbette canı menfaat meselesilik elinamdı. Eğer elinmeydiğen bu sizin için Jungo ile Amerika ortasındaki en mühim mesele yeniçe çoğun devletler münasebetini oruntuş degeni tilga aldınız. Eğer bu mesele ortaya elindiğen bolsa, demek Jungoluklar özleri tekrarlavatkan canı menfaat, Tayvan meselesi, Şangang'da demokratiya meselesi, Tibet meselesi, Uyguristan meselesi. Hemmisi tilga elinamdı Jo Chun-ho efendim, Cenab-ı General.